Assalomu alaykum polvon ishqibozlari. Biz bugun ko'chatlarni jo'natishda davom etamiz. Qarshi shahriga hamda Koson tumaniga 1,5 metrlik ko'chatlarimizni jo'natishda davom etyapmiz. Azizlar, bizni kuzatib boring. Qarshidagi ko'chatlarimizni olib kelib yetkazdik egalariga. Tomirlariga e'tibor berasa, tomirlari juda baquvvat. Tomirlari 100 dona edi. Biz bonusga deb 105 dona qilib berdik akamizga. Balandligi 2 metrgacha bor balandligi. O'zi akamiz 1,5 metrligidan zakaz bergandi. Biz baholi qudrat 2 metrgacha bo'lgan ko'chatlarimizni akamizga va'da qilganimizda olib kelib berdik. Assalomu alaykum hammaga. Bu ukamizdan daraxtlarni internetdan ko'rib daraxtlarni zakaz qilgan edim. Dogovorimiz 1 metr edi. Bularning ichiga 2 metrlik ham bor, 1,5 metrlik ham bor. Asosiysi menga yoqqan joyi tomirlari yaxshi ekan. Biz o'zimizni Qarshidagi ko'chatlarni tomiri bunday emas edi. Ham puli ham qimmat edi. Bu yigitning daraxtini ham puli arzon, ham ildizi yaxshi ekan. Sizlar ham ko'ringlar, qiziqqanlar bo'lsa yaxshi ekan ko'chatlar. Menga yoqdi. Bahosi 5 ko'chat.